Barchaga assalomu alaykum. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatayotgan mijozlarimiz. Bugun 2025-yil 24-aprel va bizda bugun ikkita 145 talik Hyundai texnikalarimiz bor. Ikkalasini hozir sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Xo'p, ikkalasida ham bir xil komplektida 3 tadan kovush, ya'ni katta kovush bitta va ikkita qo'shimcha kovush, shuningdek qisqichi bor, 360 yoki atbo'ynigi yo'q, ya'ni full komplekt emas. Texnikaning holati va bunisida ham xuddi shunday 3 ta kovush jami, bitta katta hamda ikkita kichkina kovush, qisqich. Bunda ham 360 adapterlari yo'q. Buni baloni sal mana yaxshiroq ekan, lekin bunisi juda ham holati yomon ekan. Buni mana bu joylari ham mana qiyshayib, sinib ketgan. Xo'p, ikkala texnika ham Qirg'izistonning Bishkek shahriga bizni logistikamiz orqali jo'nab ketyapti. Mana bu taraflarini qaranglar, juda ham yomon, ya'ni urilgan. Lekin asosiy qismi bu yer emas. Buni to'g'rilasa bo'ladi bemalol. Buni umuman muammo joyi yo'q. Asosiy qismi mana bu, mana radiatorlarida bo'ladi, motorida bo'ladi, nasos qismida bo'ladi. Endi buni ochib ko'rsatish shart emas, chunki bu biz sotmadik bu texnikani. Bu ikkala texnika bizni logistikamizdan chiqib ketyapti. Bugun 24-aprel 2025-yil ushbu ikkita texnika, ertaga 25-aprel yana bizda texnikalar bor va videoni davomi ham ertagalik 25-aprel sanasidan boshlanadi. Bugungi va ertangi kunda texnikalarni sizlarga bitta video qilib ko'rsatishni plan qildim. Va bugun 2025-yil 25-aprel sanasida bizda jami 5 ta texnika, 3 tasi o'zimizning mijozlarimizga va ikkitasi bizning logistikamiz orqali yuborilyapti. Demak, birinchisi Hyundai 145 talik 2021-yil 4900 soat ishlagan texnikamizni Samarqand viloyatiga, Samarqandlik mijozimizga sotdik $81,000 ga. So'raganlaridek bitta o'zini yoniga, katta kovushning yoniga bitta kichkina kovush ham qo'shib qo'ydik. Texnikaning umumiy holati kadrlarda ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi holatda. Keyingisini ko'rsatamiz. Do'stan texnikamiz xudo xolasa keyingi hafta chiqib ketadi. Buni Qashqadaryoga sotganmiz va bu alohida video qilamiz buni. Xo'p. Demak, navbatdagi, ya'ni ikkinchi texnikamiz Volvo 60 talik 2019-yil atiga 1700 soat ishlagan texnikamizni Andijon viloyatiga, ya'ni mijozimizga sotdik $51,000 ga. So'raganlaridek mana chiroyli qilib 3 ta kovushni to'plam bog'lab upakovka qilib qo'ydik. Texnikaning holati ko'rib turganingizdek yaxshi, chunki yili yangi. Bu bizni ikkinchi mijozimizga sotilgan texnika va uchinchisi ham Volvo 60 talik 2015-yil 8000 soat ishlagan texnikamiz. Buni ham Andijon viloyatiga sotdik o'zimizni mijozimizga. Bunga ham aytganlaridek mana 3 ta kovush qilib qo'ydik komplektida. Bitta katta, bitta transhin va bitta o'rta kovush qilib. Xudo xolasa bizni 3 ta texnikamiz bugun mijozimizga sotilgan texnikalar hamda ikkita logistikamizdan foydalanayotgan texnikalar, jami 5 ta texnika tez orada portga kirib ketadi va manzil tomon yo'l oladi. Xudo xolasa 20 kun, 25 kunda ushbu texnikalar o'zini so'nggi manziliga yetib boradi. Bizdan uzoqlashmang, bizga bog'laning, quyidagi telefon raqamlari orqali va bizning xizmatlarimizdan foydalaning.